7 qism. Mən saranglarcha uyga qarab chapdim. Mən oxiri u palchining meni oldimig'anligini bildim. Shundaqla dadam bilan opamning nimishqa tasodifilik bilan o'lib ketganini tushundim. Kutubxonada dadamning yo'g'on qizil yog'och o'rindig'i bor bo'lib, asli joyida midirlamay turadi. O'rindiq ustiga bir narsa qo'yilgan edi. U bir yangi aynak idish edi. Idishda suzuk suyuqlik bo'lib, ichiga bir parcha go'sht parchasi chilangan edi. Shundaqla aynak idishning yeniga bir parcha ta'ziya taxtasi qo'yilgan bo'lib, opamning ismi bor edi. Men cho'chib yerda o'ltirib qoldim. Ular asla o'yg'onmabdi. Ular faqatlab baqadigan obyektini almashtiribdi. Ular o'zining hayoti va go'sht qini badaliga eng oxirda u maxluqni beqib, u narsani tirildiribdi. Ular o'zlarining yiltizini heliqi maxluqning yiltiziga almashtiribdi. Ular o'ldi. Heliqi maxluq bo'z tirildi. Ayni chaqda men u meni aldab, pulimni elib olmoqchi deb o'ylab, shundaqla uning aldamchilarga o'xshash chiroyi qo'shilib, uning gaplariga ishonmagan edim. Agar ayni chaqda uning rostili pul qo'shib bergan bo'lsam, uning rostili boshqa hal qilish amali bor bo'lg'imidi. Qaraganda uning pulga amroqligi ras. Biroq men o'ylagandek aldamchi emasdek qiladi. Heliqi mukammal bo'lmagan parazit homila yodimga keldi. Bu qitimqisi bo'lsa, ota-onam hayoti badaliga tirildirgan. Bir yangi bo'lgan, teximi sap, kuchlik bo'lgan maxluq edi. Bu chaqda kallamda tuyuqsizlik bir tonish ovoz anglanib, viliqlab kuldi. Aka, biz yana ko'rishdik. Qara, dadam opam meni yanada yaxshi ko'radi. U ovoz ilgirgidimmi teximi suzuk ham aniq bo'lib, shundaqla ovozdan bir xil ko'ranglik va dushmanlik chiqib turadi. Ular o'zlari o'lishga rozi bo'ldiki, meni yana tirildi. Men sovuq yerda yukinib, butun badanim sovuq tarlab ketyotdi. Hozir bu oilda faqat ikkimizla qoldik. Ovoz birdam turib olgandan keyin qiziqish va oshko'zlik bilan eg'iz ochdi. Yo'q, yana umi bor. Eliqi, Shoya ismli qiz. Sen nima qilmoqchi? Men shiddat bilan beshimni ko'targunimcha, eliqi kichik idishga tikildim. Men muhabbatning ta'min tetib boqay deyman, aka. Uning ovozi bu chaqda balalarga xos soddilik bilan to'lgan edi. Dadam opam o'zining hayoti orqali menga muhabbatning dunyodagi eng kuchli bo'lgan ozuqlik ekanligini aytib berdi. Sening o qiz do'sting, u seni bekli yaxshi ko'rdi. Meningcha uning go'shi va qini noit tamlik. Hadding emas. Men ko'zlarim qonga to'lgan holda ho'kirdim. Men nimish qilsandan qo'rqib qolg'dekman. Sen meni bir qatim o'ltirding. Men qaytib kelganman. Albatta seningdan hasilab o'chirishim kerak. Buni eng avval sen eng yaxshi ko'rdigan odamdan boshlay. U viliqlab kuldi. Men o'rnimdan turdim. Etilib berib, u yangi aynak idishni chiqib o'tmoqchi bo'ldim. Aka, eng yaxshi joyingdan midirlig'ichi bo'lma. Mening qadamlarim to'xtab qoldi. Sen hozirgi men bilan ilgirki menning qanday o'xshamasligi borligiga qiziqmamsan? U shundoq deyishiga, idishdagi kichik go'sht parchasining yeniga tuyuqsizlik bir narsa paydo bo'ldi. U Shoyaning telefoni edi. Buni necha kun avval men uningga eppagan. Telefon qapig'i yana o'z qo'lim bilan bir kichik to'shqonni sezib bergan edim. Men yuragim so'qishdan to'xtab qolgandek his qildim. Sen uni nima qilding? Mening ovozim noit titrab chiqdi. Heliqi ovoz birdam turib olgandan keyin eg'iz ochdi. Oldirma. Men faqatli uni uyda mehmon bo'lishga taklif qildim xolos. O'yinni oldirmay o'ynagandilar, ondan qiziydi. Qara. Men Shoyaning telefonisining ekranining yorug'anligini ko'rdim. Bu bir bo'lak sin ko'rinishi edi. Sinda Shoya o'rindiqqa bog'lab qo'yilgan. Og'zi etib etilgan bo'lib, ko'zlaridan qo'rqinish chiqib turadi. Ko'rinish bo'lsa, mening uyimning yotig'i edi. Biz bir o'yin o'ynaylik. Bu yerdan shahar markazidagi xalq maydoniga mashina haydab berish uchun 30 minut ketadi.
Sen hazır derhal u yerga yugurib berib, meni saqlaysan. Agar sen biror nayrang ishlatmoqchi bo'lsang yoki biror minut kechiksang, Sında bir kichik pichoq paydo bo'lib, asta Shaoyaning yuzini sijishga boshladi. mening sabr toqatim to'ssa, tomoqni tomoq vaqtidan burun yeb o'tishim mumkin. Men saranglarcha sirtqa qarab chopdim. Mashina yo'q. Mashinani men burunli setib o'tgan edim. Men butun kuchim bilan ko'chaga qarab chopdim. O'pkam o't ketganda qizib ketyotdi. Yo'ldan o'tib ketayotganlar xuddi sarangga qaragandek g'ayri nazar bilan menga qarayotgan edi. Men kallamda hech nima o'ylamadim. Faqatla tez yugurishdan boshqa hech qanday ufqum yo'q edi. Xalq maydoniga borgan vaqtda men nafsim yetishmay o'lay deb qolgan edim. Men tizimni tutqunimcha cho'ng tinishqa boshladim. Og'zimning ichi butunlay qonning ta'mi bo'lib ketgan edi. Xalq maydonida odamlar u yoq bu yoqqa minib yurgan bo'lib, men uning qanday shaklda paydo bo'ladiganligini bilmaydim. Bu chaqda tuyuqsizla telefonim sayridi. Telefon Shaoyaning nomeridan kelgan edi. Aka, sol tarafga qaragan. Men shiddat bilan burildim. Xalq maydonidagi cho'ng ekranda bir savdo e'loni qo'yilayotgan bo'lib, ekran bir chaqnapli ko'rinish almashdi. Ko'rinishdagisi mening uyim bo'lib, Shaoya yanada o'rindiqqa bog'langan edi. Uning oldida bir odam turgan bo'lib, u dal men edim. Yoki uni men bilan o'pma o'xshash bo'lgan bir odam desam bo'ladi. U mening kiyimimni kiygan bo'lib, chiroyida menga tonish bo'lgan kulkisi bor edi. Biroq uning kulkisida bir xil muzdek so'qoqliq va bir xil mudhishlik bor edi. U qo'lida eliqi kichik pichoqni tutib olgan bo'lib, Shaoyaning yuziga sizayotgan edi. Xalq maydonidagi odamlarmi birdilla ekrandagi o'zgarishga diqqat qilib, hammasi churqirishib ketdi. Aka, qarg'ina, mana bu mening haqiqiy qiyofatim. Shundaqla sening kelgusidagi holating. Telefondagi ovoz bilan ekrandagi menning eg'iz shakli butunlay maskelatdi. Hozirgi men undaq faqat suvga chilish orqali hayotini saqlab tura oladigan keraksiz go'sh o'smisi emas. Dadam opamning hayoti orqali men erkin harakat qila oladigan bir kuchga aylandim. Biroq texmi mustahkam bo'lish uchun menga bir qop kerak. Shundaqla, aka, sen mening eng yaxshi qepim. Xalq maydonidagi xalqlar jiddiylashib ketgan bo'lib, ba'zilar allaqachon saqchiga ma'lum qilib bo'lgan edi. Mening sana hamroh bo'lib o'ynaydigan vaqtim yo'q. Ekrandagi men pichoqni asta Shaoyaning bo'yniga sanjidim. Teyiz sanjilgan pichoqning ostidan qip-qizil qalla sirg'ib chiqishga boshladi. Hozir sen turgan joydan piyodalar yo'lning udultiki yo'ldan o'tib bankaga kirgan. Sen tekshirsang, kartangda yana bir turkum pullarning ko'payib qolganligini bayqaysan. U dadam bilan opam ishkimizga qoldirgan eng oxirgi mukofot. Pulni olgandan keyin sen darhol chegaraga boradigan bir aeroplan bilet setib ol. U yerda sening oldinga chiqadigan odam bor. Ondan biz butunlay berkimiz. Sening qolgan hayotingni men davomlashtiraman. Albatta, sen bormisang yoki saqchiga ma'lum qilsang bo'ladi. Biroq unda qilsang, sen faqatla cho'ng ekran orqali bir maydon qaltis bo'lgan bevosita taqitishdan huzurlanasan. U tilini yalg'inicha talvilachi kuldi. Aka, sen qanday qilay deysan, ha? Men ekranda butunlay umidsizlik ichiga patgan Shaoyaga tikildim. U yerda turg'ini bo'lsa, menga o'pma o'xshash bo'lgan bir olvosda edi. Bu daqiqada mening dunyorim g'ulab tushgandek bo'ldi. Men bankaga bormadim. Saqchig'imni ma'lum qilmadim. Men joyimda midirlamasdan turdim. Kallam butunlay qalaymqallashib ketgan edi. Berkish. Yiltiz bilan yiltiz almashtirish. Uningga men kerak. Mening badanim kerak. Men bo'lmasam, u faqat qisqa vaqtli mavjud bo'lib tura oladi. Agar men bo'lmasam, u hayot qolamaydi. Chunki heliqi darvish uni birdan-bir yo'qotishning amali o'zimni o'ltirish ekanligini aytgan. Agar Shaoyani rostli qutuldirg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, men o'zimni o'ltirib olishni xohlayman. Uning Shaoyani tutib, meni bu yerga kelishga majburlab, bu qiltoqni qurishi, mening bexudlik ichida yavaşlik bilan uning gapini anglab, uning qo'rchig'i bo'lishim uchun.